Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisizlar? Azizlarim, bugun sizlarga mana bu tabiatni juda ham ajoyib manzarasini ko'rsatmoqchiman. Mana azizlarim, klubnikalarimiz pishyapti. Mana qaranglar. Mana pishib o'tibdi. Agrotimizda hamma narsa bor. Mana bu yerda ham pishib o'tibdi. Faqat terish kerak. Mana bog'larda ham hamma joyda. Faqat aralab ko'rish kerak. Mana azizlarim, gullarimning holati. Gerginalarim mana ochilib barxitni ekan. Mana bu gul nomi gergina. Gvozdika. Mana gapestrum gulini ham ekkamiz yerga. Sanseveriya, qalinxo'y, har xil qalinxo'ylar. Mana bu yerda juda ham chiroyli. Hammasi ochilib, sochilib yotibdi. Mana bu juda ham ajoyib gvozdika. Qaranglar, qanday chiroyli. Yana ochiladi yaqinda. Bugunivela guli ochilib tugagan edi. Endi yana ochilmoqchi. Shu agrotimni gullarini sizlarga ko'rsatgim kelaveradi-da mana. Qaranglar. Mana gortenziya. Mana quyoshda aftobiga bo'lgan, mana barglari sarg'aygan. Mana qiliqulchi gulim ham gullab tamom bo'ldi. Endi gullari yaxshi holatda. Gul toji xo'roz gullarimni ham mana ikkuvdik, mana yaxshi unib chiqdi. Mana yana gvozdikalar. Mana bu gulimizning nomini aytib yuboringlar, nima ekan shu gulning nomi? Esimdan chiqib ketdi. Mana petuniyalarimiz. Mana azizlarim, agrotimizning gullari. Mana bu tomonlarda ham gullar bor. Mana bu gulimiz nomini aytinglar qani? Juda ham hidi ajoyib bo'lar ekan. Nomi esimdan chiqib ketdi. Lifni zif mana bu. Mana bu gulimiz ham ajoyib gullagan. Ramashka. Mana bugunivela gulini oqi. Mana qaranglar, kichkinagina oq gulcha ochmoqchi. Yerga ekkanman. O'zi tvoy gul ekan bu. Mana bu gul malba guli ekan. Azizlarim, sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videoroliklarda uchrashguncha Allohim hammamizni asrasin.